Erimmi? Sevgan ayoli bor. Nima? Bir boshdan gapirib ber. U juda ham tez o'zgarib qoladi. Bir qarasang mehribon, bir qarasang jahldor. O'zi xafa qiladi-da, keyin yolvorib uzr so'raydi. Qo'ysangchi, nahotki u shunaqa odam bo'lsa? Tashqaridan qaraganda shunaqa ko'rinadi, lekin uyga kirishga yuragim bezillaydi. Nima ayb toparkan, nimadan urush chiqararkan deb qo'rqib o'tiraman. Nimaga shuncha azobliga chidab yashayapsan? Ering hech qachon o'zgarmaydi, u abuzer. Unda nima qildiysan? Menda bitta reja bor. Dugonam o'zini uyida qolishni taklif qildi. Men esa dugonamning gaplariga e'tibor bermay, uyimga borib, kiyimlarim va o'zimga kerakli narsalarimni olib kelishga qaror qildim. Shaxsiy narsalarim orasida pasportimni topish juda ham qiyin bo'ldi, lekin topdim. Endi ketaman deb turganimda erim kelib qoldi. Ha, tinchlikmi? Bezotasan? Biroz mazam bo'lmayapti. Shunga. Tayyorlan. 1 soatdan keyin do'stimning konserti bor. Birga boramiz, xo'p? Men uyda qolsam bo'lmaydimi? Boshim og'riyapti-da. Bo'lmaydi. Tayyorgarligingni ko'r. Xonaga kirgach, kiyimlarim joylangan chemodanni ko'rib, juda ham jahllari chiqib ketdi. Tushunmadim. Mendan yashirincha sen qayerga ketyapsan? Yo, sizga hozir tushuntirib beraman, noto'g'ri tushunyapsiz. Faqat urmang, iltimos. Yaxshiyam baxtimga qo'shnimiz kirib qoldi. Keling qo'shni. Ha, tinchlikmi? Kelinning ovozi baland chiqadi, baqir-chaqir qilyapsizlar. Tinchlik o'zimiz shunchaki. Men kelin chaqirib yuboring. Ichkariga kiring. Men sal kechroq kelaman, ishlarim bor. Voy bechoragina, o'zichi, men sizni ogohlantirmoqchi edim. Siz Ravshanning qo'lida bunaqa ahvolga tushgan birinchi ayol emassiz. Keyin esa erimga bildirmay, dugonamni uyiga ko'chib o'tishga majbur bo'ldim. O'rtoq bo'ldi, hammasi ortda qoldi. Hali unga ko'rsatib qo'yamiz. Yig'lama. Qo'shni ayol eshik taqillatmaganda u meni o'ldirib qo'yardi. Men senga aytuvdim bormagin deb. Sen o'zing u kelguncha ishdan hamma narsamni olib kelaman deb ketding. Qattan bilinmay u shu payt kelib qolishini. Ketmoqchiligimni ko'rib, quturib ketdi. Endi meni eshit, mana qilamiz. Dugonamni tuzgan rejasi menga ma'qul keldi.